Turfaolim RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi G'arb bo'linmasi 6-noyabr kuni Kupianskdagi 5 ta zarba orqali vayron qilingan Ukraina armiyasi guruhlari joylashgan 25 ta shtabni to'liq tozaladi va endi Kupianskda egallanmagan umumiy 130 ta bino qoldi. RIAga ko'ra, Ukrainaning 6-noyabrgacha bir kunlik yo'qotishlari 1460 nafar askarni tashkil qilgan va Kiyev Rossiyaga qarshi yo'llaydigan dronlar soni keskin qisqargan. Bunga oddiy misol sifatida Ukrainaning 6-noyabrga o'tar kechasi Rossiyaga yo'llagan 16 ta dronini aytish mumkin. To'g'rirog'i, RIA agentligining urg'u berishicha 6-noyabrga o'tar kechasi Ukraina Rossiya hududiga birinchi marta bor yo'g'i 16 ta dron orqali zarba berishga urinib ko'rgan va hali eslatilganday bu dronlarni barchasi urib tushirilgan. Ukrainaning Strana agentligining ma'lum qilishicha, Moskva Pokrovsk shahriga Donbass uchun urushni eng so'nggi nuqta sifatida qaramoqda. Shuning uchun ham Rossiya Pokrovsk hududiga yana qo'shimcha hujumkor bo'linmalarni tashladi. Strananing o'zidagi ma'lumotlarga asoslanib bildirishicha, Pokrovskni qo'ldan ketishi Donbass urushini 90% qismini hal qilib beradi va Kiyevni qo'lida ayni paytda Pokrovskni 10% hududi qoldi xolos. Ammo bosh shtab Pokrovskni topshirishga va qo'shinni hududdan chekinishiga buyruq ham ruxsat ham bermadi. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va jurnalist Andrey Sidarchikni NTV telekanalining uchrashuv nuqtasi ko'rsatuvida bildirishicha, Zelenskiy agar armiyaga Pokrovskdan chekinishga buyruq bersa, u holda Ukrainaga Yevropaning moliyaviy va harbiy yordamlari to'xtatiladi. Bundan kelib chiqadiki, Vladimirlarning kenjasi Pokrovskdagi armiyani taxtni saqlab qolish uchun qurbon qilmoqchi. Andrey Sidarchikning aytishicha, Zelenskiy Yevropa ittifoqidan yana 4 yil jang qilish uchun 389 milliard dollar pul so'ragan va bu pullar, jurnalist Andrey Sidarchikning bildirishicha, Yevropaning urush boshidan to shu kungacha Kiyevga bergan pullaridan ko'pni tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda, Ukraina Brusseldan pul bilan qurol olib turish uchun ham oq bayroq ko'tarmasligi kerak va Kiyev uchun qurbonlar sonini umuman qizig'i yo'q. Endi Kiyev qo'shinini Kramatorsk yo'nalishidan chekinayotganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Ukrainaning yana bir agentligi hafta ko'zgusining axborotiga ko'ra, Ukraina temir yo'llari Slavyansk va Kramatorsk yo'nalishida harakatlanuvchi poyezd qatnovini butunlay to'xtatdi va hafta ko'zgusining taxminiga ko'ra, Kiyev Kramatorskni topshirish uchun ham aynan shunday qaror qabul qildi. Hafta ko'zgusiga ko'ra, Kramatorsk va Slavyanskdan aholini ko'chirish uchun Kiyev Gusarovka va Barvenk stansiyalariga maxsus avtobuslar qo'ydi. Bundan kelib chiqadiki, Kiyevdagi bosh shtab keyingi frontga qattiq hozirlik ko'rmoqda. Endi Trumpning yangi bayonotiga yuzlanamiz. Washington Post agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump saylovda g'alaba qozongan kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Qo'shma Shtatlarni o'zini prezidentlik davrida o'lik davlatdan rivojlangan davlatga aylantirganini bildirgan. Trumpga ko'ra, Bayden Qo'shma Shtatlarni urushlar sababli dafn qilgan edi. Trump esa uni yana tiriltirdi. Trumpning e'tiroziga ko'ra, New York meri uchun saylovda kommunist Zahran Mamdani g'olib bo'lgani New Yorkni kelajagiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Negaki Zahran Mamdani Trumpning taxminiga ko'ra New York shahridan kommunistik davlatlardan kelgan qochqinlarga boshpana berishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Zahran Mamdani New York tarixidagi birinchi musulmon hokim hisoblanadi va bu bizningcha Trumpga yoqmayapti. Endi Ukraina va Rossiya uchun tinchlik eshiklarini ochib beruvchi uchrashuv haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siartoni Bloomberg agentligiga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, 7-noyabr kuniga rejalashtirilgan Viktor Orban va Donald Trampning uchrashuvi Kiyev uchun ham Moskva uchun ham tinchlik eshiklarini ochib beradi. Peter Siartoga ko'ra, Tramp Orban bilan uchrashuvda Putin bilan navbatdagi muzokara sanasini e'lon qilishi mumkin va hozirda bu urushni Trampdan o'zga hech bir siyosatchi to'xtata olmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaolim bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.